Chevrolet Cobalt O'zbekiston avtomobil bozorida eng ko'p tarqalgan va xaridorlar tomonidan keng tan olingan mashinalardan biri hisoblanadi. Bu avtomobil asosan o'zining arzonligi, ishonchliligi va ta'mirlash qulayligi bilan ko'pchilikni o'ziga jalb qilgan. Cobalt General Motors kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilib, O'zbekistonda Ravon va Chevrolet brendlari ostida taqdim etilgan avtomobil bo'lib, u asosan yengil sedan turiga mansub oila uchun qulay arzon narxdagi transport vositasi sifatida ko'riladi. Bu mashinaning dizayni oddiy va sodda, lekin ayni paytda zamonaviylikka ham ega. Old qismi keng radiator panjarasi bilan jihozlangan, yon tomonlari esa aerodinamikaga moslashtirilgan. Orqa qismi ham ixcham va sodda yechimlarda ishlangan. Cobalt salon qismi ham juda keng, o'rindiqlari yumshoq va qulay, katta hajmli yukxonaga ega bo'lgani uchun ham ko'plab haydovchilar uni uzoq safarlarda ishlatishga ma'qul ko'rishadi. Avtomobil asosan 1,5 litr hajmli benzin dvigateli bilan jihozlangan. Bu dvigatel kuchli bo'lmasa-da kundalik shahar sharoitida va shuningdek magistralda bemalol yurishga yetadi. Uning yonilgi sarfi iqtisodiy, yana o'rtacha 100 kilometrga yetdi. 8 litr atrofida bo'ladi. Avtomatik va mexanik transmissiya variantlari mavjud bo'lib, har kim o'z ehtiyojiga qarab tanlay oladi. Cobaltning yana bir katta afzalligi ehtiyot qismlarining arzon va ko'p bo'lishi. Bu mashina deyarli har bir ustaxona tomonidan yaxshi bilib o'rganilgan va ta'mirlash xarajatlari ham past. Shuning uchun ham O'zbekistonda katta talabga ega bo'lib kelmoqda. Avtomobilning suspenziya tizimi mustahkam, notekis yo'llarda ham bardoshli, shuningdek balandligi yaxshi bo'lgani uchun qishloq joylarda ham muammosiz yuradi. Xavfsizlik masalasida esa Cobalt zamonaviy tizimlar bilan jihozlangan, yana old xavfsizlik yostiqchalari, ABS tizimi va boshqa asosiy himoya vositalari mavjud bo'lib, o'z klassi uchun yetarlicha ishonch beradi. Bu mashinaning narxi ham boshqa xorijiy avtomobillarga qaraganda arzonroq. Shuning uchun ham O'zbekistondagi ko'pchilik oila uni sotib olishni maqsad qilgan. Ko'plab taksichilar ham Cobaltni tanlashadi, chunki yonilgi sarfi tejamkor, saloni keng, texnik xizmat ko'rsatish oddiy va uzoq muddatga chidamli. Shuningdek, avtomobilning tashqi ko'rinishi ham sodda va ko'zga yoqimli ko'rinadi. Bu mashina yoshlar orasida ham, oilaviy odamlar orasida ham katta ommalashgan. Hozirgi kunda Cobalt O'zbekiston yo'llarida eng ko'p uchraydigan avtomobillardan biri hisoblanadi. Bu avtomobilning ishlab chiqarilishi Asaka avtomobil zavodida amalga oshirilgan bo'lib, davlat ichki bozorida ham eksportda ham yaxshi sotuv ko'rsatkichlariga ega. Cobalt o'zining qulayligi, narxi va texnik imkoniyatlari bilan hamon o'zbek haydovchilari uchun eng mos variantlardan biri bo'lib qolmoqda.